Bugun men yosh oilalarimizga mo'ljallangan metroga yaqingina joyda 2 xonali 3-etajda joylashgan kvartiramizni e'tiborlaringizga havola etaman. Sizlarga aytgan xonadonimiz shu xonadonimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek kattagina zal. Bu zalimizda televizor, konditsioner barchasi qoladi. Endi esa oshxonamizga marhamat. Oshxonamizdagi ko'rib turgan barcha jihozlarimiz hammasi qoladi. Bu xonadonimizning balkoni ham kattagina, shinamgina xonadonimiz. Endi esa keyingi xonamiz bu spalniy bo'ladi.